Bolalar, короче, bugun adin win-win Win-windan, короче, ro'yxatni olib chiqamiz. Полностью nima qilish kerak? Mana bu yerda meni, короче, kanalim bor, o'zimning kanalim. Agar kim bonus bermadi, aka, unaqa deyotganlar bo'lsa, promokod ishlamadingga deganlar uchun men pastda lichka. Shunday yozasizlar, men полностью o'rgataman, nima qilish kerak, qanday bonus olish kerak. Mana men ham shu narsalar, shuni orqasidan olganman. Qaranglar bolalar. Registratsiya bo'lsamiz, один клик или telefon nomer или email. Eng normalisi один клик. Bosib chiqamiz. Kim qayerda bo'lsa o'sha joy belgilaydi. Masalan, biz O'zbekistondamiz, O'zbekiston valyuta turibdi. Rossiya bo'lsa, Rossiya belgilaydi. Rubl все. Oddiy rubl qilib bo'ldi. ICFR promokodini ro'yxatdan o'tadi. Bo'ldi. 200 bonus beradi. Bonus bermasan yozsin. Все. Sizlarda ham o'tishdan chiqadi, rasmga qo'yasizlar, bo'ldi. Qaranglar. Nasturga o'tamiz. Hamma pul chiqarayotganda muammo bo'layotgan narsa bu tepadan nasturgacha. Hech kim uncha e'tibor qilmaydi. Ism, familiya, elektron pochta, telefon, yangidan bitta parol qo'yasizlar, bo'ldi. Keyin безопасность nasturga o'tasizlar. Telefon nomer yana boshdan shular qo'yib chiqasizlar, bo'ldi. Keyin autentikatsiyani qo'yib qo'ysalaring, pul chiqarayotganda juda tez chiqarib beradi, ham oson kod kelishi. Qaranglar. Pul kirgizmoqchi bo'lganlaringda Humo Uzcard hammasi bor. Eng kam 5000 so'm bo'lishi kerak-da. Eng kam 5000 so'm. Ism, familiya или karta endi hamma har xil chiqaradi. Bizlar email chiqardi. Emaildan keyin karta so'raydi, karta kod keladi, все. Hamma narsa tayyor. Pul yechib olmoqchi bo'lganlaringda ham Humo eng kam 25000 so'm или 5000 so'm bo'ladi. Karta raqam, ism, familiya, mana bu yerga mana qilsa. Yonbosh, все. Yonbosh qilib qo'yasizlar, bo'ldi. Xuddi shunday. Aka, bonus bermadi, ko'tikans, unaqa deganlar uchun lichka. Bu yerda bizlar bolalarga har kuni pul tarqatamiz, 5 ming, 20 ming, 30 ming. Bir xil bolalarga ta'sir, undan ko'p ham ketgan, 200 ming, 300 ming ham ketgan. Mana bu yerda 20 ming, 200 ming qilganlar bor. Keyin biz o'zimiz oddiy shartlar bor. Shart qanday? Shunday любой neskachasi qiladi. Mosbet, AdinXbet shunday kirib, promokodini ro'yxatdan o'tadi, 10 ming so'm o'tkazib beramiz. Keyin o'zi ham bir 5 ming, 6 ming qiladi, keyin yana tashlab beramiz 10 ming so'm. Bu yerga hech kim yutqazmaydi. Все, bu yoq shunday, eng oson yo'li ham shu. Promokod esdan chiqmasin, ICFR promokod.